bilan Toshkent shahrida yomon ahvoldagi bog'chamiz qolmayapti, yomon ahvoldagi maktabimiz qolmayapti. Va shunga rahmat aytishimiz kerak, minnatdor bo'lishimiz kerakki, agar bitta ta'mirga tushsa, u tubdan yangi qiyofa kasb etmoqda. Mana shu siyosatni natijasi mana shu bog'chalarimizda, maktablarimizda ko'rinyapti. Hammasi ko'rib turganingizdek, O'zbekistonda qilinayotgan iqtisodiy islohotlarning natijasi. Chiroyli dargohni, o'zlarini bu qo'llari bilan har doim birgalikda bundan-da ko'proq, bundan-da ziyoda bo'lsin.